Assalomu alaykum, aziz traderlar, obunachilar. Hop, qisqacha tilloga texnik tahlil va kelinglar biza o'ylangan g'oyalarimiz bo'yicha nimalarga erishildi bir qisqacha tez-tez ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu g'oya ilgari surilgan edi. Ya'ni ikkita kanal bor edi bizada globalniy. Birinchisi bu, ikkinchisi mana bu kanal. Kanaldan qanday topishdi? Har doim ko'rsatib o'tganman. Unga to'xtalib o'tirmaymiz. Xo'p, 4 soatlik time frame'da bizada ya'ni mana bu kanalimiz bo'yicha, oq liniyadagi kanalimiz bo'yicha yaxshigina reaksiya oldi va shu kanal bo'yicha kim ishlagan bo'lsa, tasdiq bilan kirgan bo'lsa, yaxshi foyda qilgan. Ya'ni tasdiq qanday kutiladi? Mana bu bitta svecha o'tqarib yuboriladi. Chunki bunaqa svecha ochiq paytda hali yopilmagan. Bizada mavjud bitta kanalni tepada yopilib qolganda tepaga ketib qolardi. Biza buni yopilishini kutamiz. Bu mana shu yerlarda yopildi. Yopilgan zonadan risk qilsang bo'ladi, stopni manga qo'yasizlar, lekin stop kattalashib ketadi. Qaranglar qancha bo'lgan. 350 punkt. 0.10 bu $350 degani. Lekin 1 soatlikka o'tsalaring, o'sha 4 soatlikda ham ko'ringan. Mana bu svechani o'zida tepaga chiqqanda, mana bu sham testida kirsak bo'ladi. Ya'ni soyalar bilan ishlashni ko'rsatganman. Olasizlar, tushuvchi sham. Mana bitta svecha olamiz. Mana bu svecha tushuvchi bo'lgani uchun shuni soyasini o'ziga. Mana shu qizil shamni svechani, ya'ni soyasiga biza Fibonacci tortamiz. Ya'ni maksimumdan tepasidan mana bu ochilgan joyigacha tortasizlar. Shunda standart Fiboga o'tasizlar. Sizlarga o'zi kelib chiqaveradi zonalar. Ya'ni mana bu zonadan reaksiya olgan 0.382 dan olgan. Odatda 0.5618 gacha kelganda zo'r zona, hech kelmagan, lekin mana bu birinchi zonadan o'sha reaksiya olgan. Ya'ni shulardan o'sha mana shunday qilib topsalaring ham bo'lardi o'sha. 1 soatlikka o'tsalaring sizlarda zo'r holat beradi. Ya'ni o'sha kanalga zo'r qasamyod qilgan. Va bizada mana bu yerda oddiygina order blok zonani olasizlar mana bu. Kuchli o'sib chiqqandan keyin bitta откат bo'ladi. Shu откатdan keyingi maksimumdagi shamni olasizlar. Qoidasi bo'yicha mana shu svechani polni oladi soyasi bilan. Ideal holatdagi yaxshiroq ishlayman desangiz, tanasini olasizlar. Shu tanasini olganlaringda o'sha order blok zonani teng yarmiga reaksiya oladi har doim. Anaqangi holatlar bo'lib qoladi. Zo'r ishlab bergan edi, lekin har doim ham shunday qilmaydi. Eslab qolib, yana shu именно shiga reaksiya olayotgan deb bu safar ichidan shunaqa o'rinlarda zelkalar ochilib qo'yadi. Ko'pincha soya qolib ketishi mumkin katta qilib, buzib chiqib. Shuni kutish kerak. Keldi, misol risk qilib ko'ringlar, stop manga qo'yasizlar. Yomon emas. Даже shu holatda ham mana shu svechani yopilishini kutganlaringdan keyin ham mana bu svechada kirsaling, o'sha sizlarga yaxshigina punktcha bu ochilgan joydan kirdik deylik. Do konca ushlaganlaringda 445 punkt. Tilloda 445 punkt bir kunda bu zo'r natija. Hozir kuniga почти 1000 punktdan ziyod yurib qo'yapti. 1000 punktdan yurib qo'yapti даже. Va qaranglar. Mana bu zonani qanday topganmiz? Bu zonamizni sizga tushuntirib o'taman. Birinchi fakt. Mana bu ikkita soya. Bittasi 1-apreldagi, ikkinchisi 3-apreldagi. Ya'ni vaqtlarga qarasangiz, 1-aprel ertalab soat 7 da, bunisi 3-aprel ertalab soat 3 da. Ya'ni ertalabki kunning boshlanishidagi maksimumlar. Shunga trend tortganda bizga manaqangi reaksiya zonani beradi. Xo'p, mana bu zona nima desangiz, mana bu zona imbalans zona. Mana shu yerdagi imbalans zona. Buni nima uchun mana buni olmayapman? Nima uchun men shuni desaring, kunlikka o'tsaring, kunlikda mana bu katta shamni teng yarmi, ya'ni 0.5 bilan 0.618 zonaga to'g'ri keladi va shu joy 4 soatlikdagi imbalans zonani ham ko'rsatgan. Va shu yerdan reaksiya olib mana keyin ikkinchi marta buy ochishga bizga yaxshi, ya'ni 400 punkt, ya'ni 400 sellga, 400 buyga. Общий 800 punkt, 0.10 bilan ikkita сделка sizga $800 bor. Shu analiz bo'yicha biz o'zimiz ishladik. Shu g'oyalar bo'yicha ishlanyapti.
shorts videolarimizni postoyanno qo'yib boryapmiz. Ishlangan natijalarimizni analiza bo'yicha kimdir agar real vaqtda ko'rsating degan bo'lsa, bu narsalar hammasi bor natijalarimiz. Endi maqtanish emas, просто so'raganlar uchun aytib o'tyapmiz. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Bizani основной kontentlarimiz konkret foydaga olib chiqish emas, birovni foydaga olib chiqish yoki kimlarnidir ketdan foyda qilish, prosmotr yig'ish ham emas. Bizani kontentimiz образовательный, ya'ni sohaga yangi kirganlar, tradingni endi boshlaganlar. Ko'pincha internetda rus tilida, ingliz tilida ma'lumotlar ko'p, o'zbek tilida kam bo'lgani uchun va shuning uchun qo'yganmiz. Bizda buni qo'yayotgan videomiz katta manfaat izlaganimiz yo'q. Foydali bo'layotgan bo'lsa biz xursandmiz. Biza shu sohada ishlab foydamizni olaveramiz. Yaqinda savollar kelib tushdi. Shularga birdan javob berib o'tmoqchiman. Kurslarimiz bor bizlarniyam. Faqat kurslarimiz 3 oyda bir sanoqli odamlar olamiz. 5 ta, 6 ta uyam tanlov asosida o'sha har bitta odamni maslahatlashib keyin olamiz kursimizga. Narxlarni biz $1000 dan boshlaymiz. $1000 dan. Ko'plar aytadi, tradingdan shuncha zo'r foyda qilinsa, kurs o'tishdan nima foyda? Lutchi o'zi savdo qilib yuraversa yaxshi-ku, u yoq, bu yoq degan odamlar bor. Biza ko'pincha kurslarimizga begona kelmaydi, tanishlar kelib qoladi. Tanishlarni olamiz va biza 2 soat, 3 soat shularga dars o'tamiz haftada через день. И o'sha 2-3 soat ichida biza 1000 dan ziyod ishlab qo'yishimiz mumkin. Bizada tanlov bo'ladi. Dars o'tsakmi bularga yoki bozorda ishlasakmi? O'shani hisob-kitobga olingan holatda kurslarimiz narxlari belgilangan. Ya'ni juda ko'p treyderlar, ya'ni dars bilim berayotgan treyderlar mana shuni hisobiga pulini oladi. Endi hozir ko'payib ketgan kurschilar, bilimi yo'q, lekin internetdan ko'rib olib o'sha bepul ma'lumot sotayotganlar, ularni ikkinchi masala bo'ladi. Lekin professional treyderlar, o'zim professional treyder demayman, hali bilmayman, men hali o'rgangan yo'llarim bor, lekin bizga o'rgatgan ustozlar bor, boshqalar bor, ular ana shuni hisobiga pulini oladi. Menimcha справедливо. Har bitta shogirdga sarflangan vaqti uchun pul oladi. O'sha vaqti uchun u bozorda o'tirib katta summa ishlab qo'yishi mumkin. Lekin o'shanisidan voz kechib kelib dars o'tgani uchun o'shani hisob-kitobini olib bilan qiladi. Menimcha savolga javob bo'ldi deb o'ylayman. Bu mavzuni yopamiz. Keyinchalik kurs mavzusida savollar kelganda mana shu narsani o'ylab ko'ringlar birinchi. Nima uchun o'sha pulni olyapti? Manimcha любой odam shunday qilardi, men ham shunday qilaman kerak bo'lsa. Men dars o'tmayman. O'rgatgan ustoz bor. Aytib o'tganman oldindan. Instagram sahifalarida bor, Telegram kanallari bor. Bemalol kuzatishlaring mumkin. Savdo g'oyalari juda shedevr desak ham bo'ladi. Zo'r. Texnik analiz bo'yicha men bilgan professional treyderlardan biri shu odam hisoblanadi. Xo'p, mavzudan chetlashdik. Mana shu g'oya bo'yicha ishlayveramiz. Endi qaranglar. Katta time frame'da bizda mana shu kanaldan reaksiya olib turibdi. Endi dushanba kuniga keyingi haftadan qanday savdo qilamiz? Keyingi haftadan savdo qilib boshlaymiz desak, endi qaranglar, mana bu atrofda bu qadar kuchi bilan yopilishi haftamiz. Ya'ni baychilar, sotib oluvchilar ko'pligidan narx tepaga ketish boshladi va biza примерно narxlar qayerga ketishini topishimiz kerak. Mana bu kanal ishlandi, buni qaytadan qo'llab o'tirmaymiz, olib tashlaymiz. Biz Pythonda ishlatganmiz. Просто sizlarga ko'rsatdim, keyinchalik shunaqa joylar ko'rib qolsalaring, eslab qolinglar. Ishlab beradi shu narsa albatta. Endi qaranglar. 11-aprelning kun oxiridagi maksimumi va mana bu 17-aprelning kunning oxiridagi minimumi. Sizlarga e'tibor qilayotgan joylaring qaranglar. Soat 17:00, bu yerda ham 17:00. Ya'ni ikkovi ham, bittasi New Yorkda maksimumi, o'sha kungi maksimum, bittasi New Yorkning minimumi. Shunga trend tortamiz va biz oddiy kanalga olamiz. Mana bu holat bo'ladi va biz dushanba kuni qandaydir narx yo'nalishini ko'ramiz. Mana shuni tepalarga chiqamiz, может, ziyodroq chiqishi ham mumkin.
Sut дело в том, что именно ishga kirib qaytib ketish bizlarga narx shu yergacha keladi. Ya'ni dushanba kuni holat izlab narx ketidan ulashib olsak bo'ladi. Zona topib, zona qotib kirib olsak bo'ladi. И biza mana shu holatda keyin bitta откат ko'rishimiz mumkin. Откат qayergacha ko'ramiz desalaring, deb time frame o'tamiz. Mana shu soya borku, mana shu soyani полный qoplab beradi. Mana bu imbalans, ya'ni teng switch katlamasham imbalans o'rnida yana bir reaksiya olishi mumkin. Va shu yerdan narx yana tepaga qarab ketadi. Endi qaranglar, bu yerga kelib bersa, mana shu holat ishlab bersa, keyin bizlarni anavimiz yana kengayadi. Mana bu kanalni pastga qo'yasizlar. Bu bir. O'zi butsa yergacha tushadi va shu yerdan tepaga qarab ketamiz. Nima uchun shu yerga? Mana bu yerdagi nima uchun mana bu imbalansni olgandim deydilaring-ku, mana shu zona ham endi keyin bizga kerak bo'ladi. Chunki bunisi ishlab berdi-da, mana bunisi bor. Bu ham ishlashi kerak. Bu ham imbalans hisoblanadi. Lekin mana bundan ishlab berdi, bu ham qachondir ishlab berishi kerak. Katta ehtimol keyingi hafta shu yerlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu switchni o'ziga o'suvchi sifatida tortib olsak Fibonacci'ni va bizada qaranglar, teng yarmi qayerga to'g'ri kelyapti. Ya'ni teng yarmi mana shu zonalarga to'g'ri kelyapti. Demak, bizlar hozir topgan kanalimiz aktualniy kanal. Demak, shu yerda mana bu imbalans olib tashlaymiz. Ishlar bo'lgan. Buni prosta belgilab qo'yamiz. Ya'ni chalg'amasligi uchun, no esdan ham chiqarib qo'ymaymiz. Chunki hali bunga 3 yil kelib kasallik qilib ketgan, to'liq qoplanmaganda, kelib qoplab mana bu yerga ketishi mumkin. No, mana bu yerdan kutamiz. Bu bizlarga chalg'amasligi uchun shunday belgilab qo'yamiz. Globalda mana bu trendni olib tashlaymiz kanalda. Buni ham olib tashlaymiz. Katta time frame o'zichyapmiz. Kichik time frame'da 4 soatliklarda analiz qilamiz va shuni 1 soatliklarda ishlashini ko'ramiz. Dushanba kunlariga примерно mana shunday bir g'oya qilsak bo'ladi. Nima uchun mana bu yerda откат bo'lishi mumkin dedim? Mana bu yerda kuchli zonalar bor. Shularga qayerdadir reaksiya berib, korreksiya qilib ketishi mumkin. Или bitta kuchli o'sib berishi mumkin. Xo'p. Endi qaranglar, sizlarga mana bu holat ko'rsatgan edim. Kuchli o'sib chiqqandan keyin yarim oy sifatida, ya'ni polukrug sifatida bitta tushib berdi va kichik polukrugcha bo'lgan. Shu yerda 1 soatlikda yamni yaqqol ko'ringan. Qaranglar mana. Mana bu yerda chashka ruchka modelda ishlasa kerak deb o'ylagan edim, но ishlamadi. Chunki mana bu yerda minimumga tushib bermadi-da, biza minimum qilib bermadi. No biz shuni kelib tasavvur qilamiz, mana bunday qilib polukrug sifatida bo'ldi. Men buni sirga ketadi deganim emasman, prosta mana bu shaklni eslab qolinglar. Tushunarli, agar qo'polroq aytganda toshbaqaga o'xshab turibdi. Ko'rib turibsizlar. Va xuddi shu narsa. Xo'p. Qisqasi shunaqa g'oya qilamiz. Va o'sha dushanba kuni ko'rsatamiz qanday ishlaydi. Chunki narx ko'ryapsizlar, minimumlar yangilangani yo'q. Birontasi sellga ishlayman desalaring, kichik time frame'da bo'lyapti, lekin qisqa time frame, qisqa ishlab beryapti. Mana misol, mana bu minimum yangilandi. Yangilangandan keyin tepaga chiqib sell ketdi. O'sha tushunaverish kerak. Mana bu yerda o'zi endi o'zi smart money gapirish uncha xush ko'rmayman, lekin smart money ishlaganlar uchun mana bu yerda nima bo'ldi deysizlar, likvidlik olindi, ya'ni cho'chib pullar razvorot bo'ladi. Ana shunaqa narsalar razvorot qisqagan razvorotcha bo'ldi mana shu yerda ustidan mana. Agar oddiy narsalar bilan ishlasalar ham qaranglar, sizlarga narsani ko'rsataman. Fibonacci bilan откат zonalarida ishlasaring bo'ladi. Sizlarga mana bu yerdagi sell zonalarni ko'rsatib beraman, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda endi chiqib ketgan, hozir bu yerda ishlamagan bo'lardilaring. Shunday ishlagan bo'lsalaring ham o'rtaga zonada stop olgan bo'lasizlar. Lekin bizlar topgan kanallar bo'yicha mana bu endi bu keyin topildi-yu, lekin bundan oldin topgan kanallarimiz o'sha yerlarni bergan edi. Baribir tasdiq zonalarimiz bizda mana shu yerlar bo'lgan, ko'ryapsizlarmi? O'rtaga zona baribir. Narx ketib qaytib tushgandan keyin ishiga reaksiya olganda mana 2 marta bizga sell zona bergan. Va e'tibor qilinglar, ba'zi zonalar qanday javob bergan. O'rtaga zona o'zi ham pastdagi o'rtaga zona 188, 178 ishiga reaksiya olingan. Ya'ni bu yer buzib chiqqan, lekin обратно поддержка sifatida ishlatsak bo'ladi. Va shu ishlab bergan. Ana endi bizda
Mana bu o'rtaga zonamiz bor. Bu biram probay bo'lib ketgan, lekin shunga kelib adashga satashash mumkin. Baribir mana shu imbalans zonaga to'g'ri kelyapti. Buni u ishlab bergan olmaymiz. Endi qaranglar. Mana bu minimumdan olib, mana maksimumga tortganlaringda sizlarga o'sha mana shu trendda impuls harakatida bo'lsak, impuls harakati teng yarmiga har doim reaksiya qilib beradi. Ya'ni boyagi imbalans zonada birdagi. Shuning uchun mana shu yer olingan. Korreksiya shugacha bo'ldi. Demak, biza o'sha keyingi hafta shu yerda korreksiyada qolamiz. Katta ehtimol tepaga chiqadi, tushadi va qandaydir holatda bizga bitta pastga tushib, keyin tepaga ketishimiz mumkin. Lekin mana bu minimum уже yangilanmasligi ham mumkin. Kelib 2-3 marta reaksiya olib, keyin tepaga borishi mumkin. Shuni sabab bor. Endi hamma faktlarni olib qo'yaveramiz va kuzatamiz, bozorni kuzatish kerak. Qanday qayerga ketishlarini ko'ramiz. Zonalar aniq, ya'ni qayerda сделка kirish optimalniy bo'lgan zonalar men uchun mana 1, mana 2. Yaxshi profit beradigan zonalar. O'rtalarda ishlasa ham bo'ladi, riskka amal qilib, hamma o'zini analizi bo'yicha. Mana misol kun davomida, hafta davomida deylik, to есть 2 ta сделка ochaman, katta сделка. O'sha narxlarni kutaman. Mana bu narxlar keyingi haftalar davomida yurib berishi mumkin. 2 ta сделка ochaman, lekin orada kichik taymlarda skalping qilaman. U o'zimni uslubim bo'yicha ularni ko'rsatib o'taman har doim qanday ishlaganlarimni. Chunki skalp qilganda analiz qilib sizlarga ko'rsatib berishga ulgurmay qolaman. Chunki qolib ketaman savdodan. Lutchi man o'sha savdo qilib ketaman. Har bitta qilgan savdolarimni skrinshotlari, analiz natijalarini olib boraman va short sifatida qo'yaman YouTube'ga. Mana ko'rib olsalaring bo'ladi qanday savdo qilganlarimizni. Ya'ni o'sha skalp qilganda qanaqa zonalar, qanaqa usullardan foydalangani ko'rinib turibdi. O'shadan ko'rsatgan bo'ladi. Qiziq bo'lsa agar endi hamma o'zini uslubi, birovni uslubi bilan savdo qilsalaring sizlarni foydaga olib kelmaydi. Shuning uchun hamma o'zini uslubini topgan yaxshi. Xo'p, keyin sizlarga yana bir narsani ko'rsatib o'taman. O'zi endi u narsani uncha xush ko'rmayman ko'rsatishga. U har doim ham ishlamaydi, lekin ishlayotgan narsalar endi trading sohasida hamma qilgan narsalarni qilsalaring o'xshamaydi ko'pincha, lekin yo'q narsalarni boshqalar qilmaydigan narsalar bilan savdo qilsalaring sizlarga o'xshab qoladi. Xuddi misol bozorga kirdingiz, hamma bir xil savdo qiladida. Arzon oladi, qimmat sotadi, shunaqa. Bu kimdir reklamalar qiladi, boshqa qiladi. Bozorda boshqalardan farqliroq savdo qilsangiz, sizniki ko'pincha o'xshab qoladi. Endi qaranglar. Bizada trading uyda anaqangi svecha bor, Heiken Ash svechasi bor. Endi qaranglar. Heiken Ash'da narx faqat o'rtadan ochiladi. O'zidan oldingi shamdan keyin o'rtasidan ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Tanasi bu hisobga olinadi, soyalari emas. Ana endi qaranglar. Mana shu mana bu bizani juma kuni, payshanba kuni svechamiz. Mana bu esa chorshanba kuni svecha. Chorshanba svechasi hamida yopildi. Shu yerda zona qilib olamiz, qaranglar. Shunday zona qilib olgandan keyin 1 soatlikka shunday o'tsalaring, sizlarga mana bay zona. Dahshat topib beradi. To'g'rimi? Endi hamma uni qilishi kerak. O'zini uslubi bilan savdo qilish kerak. Endi qaranglar. O'sha maksimumni olamiz. Shuni olib 1 soatlikka o'tamiz. Va sizdan zonalarni ko'ryapsizlarmi, qanday topib beryapti. 100% narsa emas, ishlayotgan narsa. Men buni o'zi analiz qilgan hol topolmay qolsam, shunday grafik turlarini almashtirib ko'rib chiqaman. Qani nima bo'lyapti? Analizim to'g'rimi, yo'qmi? Bu yerda ham to'g'ri kelyaptimi degan дополнительный bir informatsiya. Menimcha tushundilaring. Men kuzatayotgan odamlar hammasi tradingda tushunchasi bor. Baribir grafiklar bo'yicha qanday olganimni. Savollar bo'lsa kommentariyada yozinglar, xohlasangiz Telegramda yozinglar, tushuntirib beraman. Bu narsa sir narsa emas. Просто kam odamlar foydalangani uchun populyarniy bo'lmagan. Buni izlansalaring, o'zlaring usullarni topasizlar, yangi narsa topib chiqaverasizlar. Qisqacha ko'rishguncha shu edi. Uzr adashib ketdim. Ko'rishguncha hammaga keyingi videolarda yana qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Videolar kam qo'yib boryapti, sabablari bu aytib o'tganmiz. Ko'rishguncha xayr, hammaga sog'-salomat bo'lasizlar.